Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar va o'quvchilar. Bugungi darsimizdan boshlab 8-sinf odam va uning salomatligi darsligidagi mavzularni ko'rib chiqa boshlaymiz. Birinchi mavzumiz kirish. Salomatlik tuman boylik deydi dono xalqimiz. Har bir inson bilim olishi, hunar o'rganishi, sport bilan shug'ullanishi, o'z yurti va elining ravnaqi yo'lida xizmat qilishi uchun salomat bo'lishi kerak. Inson uchun birinchi baxt uning sog'ligi, ikkinchisi go'zalligidir degan edi Aristotel. Odam va uning salomatligi fani bo'limlari: anatomiya, organizm va organlarning tuzilishini, fiziologiya, organizm va organlarning hayotiy funksiyalarini, gigiyena, odamlar sog'ligiga turmush va mehnat sharoitining ta'sirini o'rganadi. Ushbu rasmlar bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Keling, ushbu video darsimizning mana shu joyida kanalimizning rivojlanishi uchun obuna bo'ling. Ushbu video darslik haqida fikrlaringizni izohlarda yozib qo'ying va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Davom etamiz. Tibbiyot fanining rivojlanish tarixi. Odam organizmi ichki tuzilishini murdani yorib ko'rish orqali o'rganish birinchi marta Yunonistonda va Rimda boshlangan. Gippokrat, qadimgi Yunon shifokori. Uning mashhur g'oyalari: odamni 4 xil mijozi va odam tanasi tuzilishi. Odam tanasini bir butunligi, bemorga xususiy davolash yondashuvini demak ta'kidlab o'tyapti. Asarlari asosan klinik tibbiyotga asoslangan. Aristotel, qadimgi Yunon filosofi va shifokori. Kashfiyoti fanga aorta tushunchasini kiritilishi. G'oyalari: tabiat pog'onalari, anorganik dunyo, o'simlik, hayvon, odam to'g'risida. Odam ijtimoiy jonzot, o'z aqliy idroki bilan hayvonlardan farq qiladi degan fikrni aytgan. Galin, qadimgi Rim shifokori. Asarlari 14 asr davomida fotolanilgan. Odamning tana qismlari asarida odam organizmi tasvirlangan. G'oyalari: anatomiya va fiziologiya diagnostikasi, davolash va profilaktikaning asosiy ekanligini ko'rsatib bergan. Tajribalari: hayvonlar ustidagi tajribalar. Leonardo da Vinci, uyg'onish davri atoqli rassomi va matematiki, anatom va fiziolog olim. G'oyalari: odam tanasi tuzilishini butun dunyoga mashhur bilimdoni. Uni anatomiyaga oid rasmlari hozir ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Kashfiyoti: ilk bor rasmlar orqali odamlar organizmini realistik tasvirini yaratib bergan. Andreas Vizali, italiyalik shifokor, anatomiya fanining asoschilaridan biri. Kashfiyoti: birinchilardan bo'lib odam organizmi tuzilishini yorib ko'rish orqali o'rgangan. Asari: odam tanasini tuzilishi asarida barcha organlarni rasmlar orqali tasvirlab, bu borada boshqalar yo'l qo'ygan kashfiyotlarni tahlil qilib bergan. Sechenov Ivan Mixaylovich, rus tabiatshunosi, rus fiziologiya maktabi asoschisi, psixologiyada tabiiy ilmiy yo'nalishga asos solgan. Asarlari: bosh miya reflekslari, nerv sistemasi fiziologiyasi, kashfiyoti: bosh miyaning reflektor xususiyati. Pavlov uni rus fiziologiyasi otasi deb atagan. Mechnikov Ilya Ilich, mikrobiologiya, immunologiya sohalariga asos solgan atoqli olim. Kashfiyoti: organizmning kasalliklarga chidamlilik xususiyatlarini ochib bergan, immunitetni fagositar nazariyasini yaratgan, gerontologiya yoki odam umrini uzaytirish ishlari uchun Nobel mukofoti sovrindori. Pavlov Ivan Petrovich, fiziolog, dunyoga mashhur rus olimi, Nobel mukofoti laureati. Asarlari: ovqat hazm qilish fiziologiyasi, qon aylanish, odam va hayvonlarning nerv sistemasiga oid. Kashfiyoti: shartli reflekslarning tormozlanishi to'g'risida ta'limotni yaratgan. Bugungi mavzumiz qisqacha mana shulardan iborat edi. Biz ushbu mavzumizda dunyo olimlarining demak biologiya sohasiga qo'shgan hissalari bilan tanishib o'tdik.
keyingi ikkinchi darsimizda o'zbek olimlarining O'rta Osiyo allomalarining biologiya sohasiga, aynan odam va uning salomatligi fanining sohasiga qo'shgan hissalari bilan tanishib o'tamiz. Xayr, salomat bo'ling.